Уборка time. Ikkinchi qism qani ketdik. Endi ikkinchi qismda oshxonani tozalaymiz. Oshxonada idish judayam ko'p ekan. Shunaqa birinchi rakvinaning tagidagi idishlar bo'shatib oldim. Keyin bu yoqda korobkada bir dunyo idish bor ekan. Ularni bo'shatib, boshqa yangi korobka olib kelib, keraklarni olib qo'yib, keraklarni sortirovka qilib pastga olib qo'ydim. Keyin bo'lsa gazlarni yuvishni boshladim. Men sekin bunaqa joyda vitishga telefon qistirib qo'yib videolar olsa bo'lar ekan, yoki shkaf ustiga qo'yib idish yutganda olsa ham bo'lar ekan. Maza qilib video olyapman bor-ku. Hozir menda gel bo'lmaganligi uchun, keyin har xil chirklar ketkazadigan vositalar bo'lmaganligi uchun faqatgina poрошокdan foydalanib idishlarni yuvib, gazni ham shunda yuvdim poрошокda. Hamma yoqda poрошокda tozalab yuvib, issiqqina suvda chayqab idishlarni to'ntardim. Keyin bo'lsa gazni poрошоклab o'tib qo'ydim. Shu o'tilganini yuvib tashladim chiroyli qilib. Keyin gazni pildiraqlarini nimalari shularni o'rnatib, ustiga setkasini o'rnatdim-da, уже bo'ldi. Bu yoqlarni уборка qilishni boshladim. Noto'g'ri o'rnatib qo'ygan ekanman, to'g'rilab qo'ydim. Keyin hamma musorlarni bitta korobkaga soldim, musor idishga boshqa paket soldim-da. Keyin bismillah deb korobkani olib borib tashlab keldim. Musorkaga emas, uyga qo'yib turdim koridorga, чтобы keyin tashiyman общий qilib. Hamma musorlarni shipirib olganimdan keyin yugurib borib pollardan olib keldim-da, sразу pollarni artib olganimdan keyin bitta daroshkacha topib oldim shkafning ichidan. Shu daroshkachani, daroshkachani bu yoqga soldim gaz oldiga, bu daroshkani bu yoqga solib qo'ydim va oshxona toza bo'ldi.